MMAchi o'ttirib mani ustimdan kulibdi. Blogerki palonchi bizda o'zimizda MMAchilar. Da? Negativ hamada bor. Voy onasini emsin. Aybimiz shu Instagramdan shu blog yuritganimiz aka. Ya siz aybingiz bilasizmi nima? Eng katta aybingiz. Ha. Menga Instagramda o'rgatganingizda TikTokda. Yomon bo'lganligi. Charchamayapsizmi o'zingiz? Bo'ladi shu uyda yotibmiz. Siz bilan Ertaga tanishgan paytimda 8000 ta podpischkim bor edi. 8000 ta podpischkingiz bor edi. Sizni. Dali 8000tami? Yo'q, 8000 emas edi. Men Anonda Militsiyskiy akademiyada Militsiyskiy akademiyada emas, Prezidentskiy akademiyada malaka oshirishda edim. 30 ta edi. Chunki o'sha vaqtda menga reklama kelgan suvdan eslayman 30 ta. Ne yo'q? 30 ta edi eslayman. Toshkentdamiz, qayerdasiz? Qarshida biz, unasiz Qarshida. Ertaga anov bo'ladiki bizda Gorilla Nima Fight Camp bo'ladi? bo'ladi ertaga. Anovlar keladi, anov Bogdan Goskovlar, Furqat Yoqubovlar, boyagi Xotam, yana kim anov Ryzen chempioni Ilhom keladi, Nazimov. Yana bitta boyeslar kelyapti. Ertaga shu yoshlar bilan uchrashuv, sport fanatlari bilan uchrashuv, keyin bizning zalda master klass zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Shuni o'tqizish shu to'g'risi aytaman, miyam charchabdi. Bir borib dam olib kelmasam bo'lmaydi. Qayerga boramiz siz? Ya hozir mo'ljallab turibmiz, agar o'xshab qolsa bir chet elga ketamiz deyapmiz, Sharmashaga. Tailand yaxshi variant deyman-da. Men to'g'risi Tailandda yurish kerak edi, bu yoqqa. Men shunday qilgim kelyapti, men o'tgan safar olgan otelga olib, yotib, plyajda oyoqchani uzatib, maza qilib, yeb ichib, bu narsani kamp qilgisi kelyapti odam, yotib dam olib. Kamilni qabul qildim men ham. Malades. Yaxshi boy bo'ladi, qiziq bo'ladi ko'pchilik. Bo'ygo'da bo'lgandi bizniki boru, ikkinchi bo'yimiz. Chunki faqat ushganmiz, onasini hamsin boru 3 raund tinimsiz chiroyli bo'y bo'lgandi. Endi yaxshigina sinovda bu menga endi qattiq bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, yaxshi. Men to'g'risi Kamil bilan kurashib ham ko'rdim, qattiq bola, reaksiyasi zo'r, stoykada. Uni haqiqatan loyiq. Masalan, endi media bias deganda ko'pchilik anaqa qiladi, lekin media biaslar ham masalan qiziq. Shu media biaslar orqali oddiy biaslarni ko'pchilik tanidi, shu prosmotr oshib. To'g'risidan qanchadan qancha jangchilar bor, ko'pini tanimaydi. Endi shu media bias ko'rgan odam to'xtadiydi. Endi bularni ko'rdim, endi bunaqa biasni ham ko'raman deydi. Shunday. Men sizga necha vesta urushimizni, sanasini aytaman, shunga qarab dieta bu narsa qilarmiz, xudo xolasa. Hali ves ortiqchami? Juda ko'payib ketgan ves. Данный момент boya после тренировка zo'r bo'lib qolgandir vesim deb turib. Shundan chiqsam 85,5 turibman-ku, qorni och holimga. Voy dedim. Abi Kamil 70 ham chiqmaydimi deyman hozir? 70 dan ziyodmi yo? Zo'r vesga gaplashdik. 77 mi? Yaxshi vesga qarang, yaxshi vesga gaplashdik. 2 kilo дополнительныйsi bor. O'sha 2 kilo дополнительный qilib bajaradigan bo'lsam, gonorarim 10,000 ku, 30% unga ketadi-da. Mayli 3,000 ham ketsa 7,000 bo'ladi, zato 7,000 bu yoqda 70,000 olib kelishi mumkin-da. Mana o'shaning uchun ko'ramiz. Ay, gapi. Soqqani qilish kerak. Unasi inson pulni bosish kerak, tirnoqani qilish kerak. Bizning ishimiz shu, endi bizning aybimiz shu, xalq ko'p kuzatadi. Shu. Marsel bilan Erka bilan nimada urishgan ekan? Kulachkadami? Kulachkada urishadi. Ularni gonorarini eshitsangiz, men ko'zim bilan ko'rdim-ku kontraktini.
Erkibulandagi, unikini mayli aytmayman. Keyin litka Marsel, bu hamon oldin aytayotgan narsa emas lekin. Marsel, короче, shundoq ko'rsatyapti. Marselligini aytaveraman. $50,000. Zavxt High Fighting'da. Zavxt Mana chiqishni o'ziga $50,000. Menga shundoq, короче, kontrakt ko'rsatdi. Voy jinni dedim. Gap yo'q dedim. bizga ham Abbiga Bernakledan boy chiqqan edi. Anovi bilan Straynik degani bilan Bernaklga boyni gaplashayotganida keyin bu yerdan ham Kipish bilan короче ularni o'ttasiga gap bor ekan aka dedi, men Kipish bilan urushaman dedi. Pashti Bernakl hal bo'lganda aytdim, ikkitachira aytmabsan dedim. Ha Kipish bilan men dedi MMAga tushmoqchiman men dedi. Qara dedim. O'shanda menimcha o'sha Anov bilan ikkalasi urushayotganda menimcha Abbi bilan Kipish ham urishsa kerak MMAda. Kipishligin qattiq barbasi uni ham. Assalomu alaykum, komandir. Charchamayapsizmi? Gay to'xtatdi bizni. Siz bilan bo'tgan muloqotim bodi kamerani yozib boryapti. Hujjatlaringiz mumkinmi? Men mashinaning egasi. Bu anaqasi bor, pravasi bor yani. Bichmis so'zingiz charchamayapsizmi? Men voy bilaman o'ylab ruldami? Ya, rulda men emasman. Ha, bacha, hamma dokumenti joyiga bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q. Taklif. Hamma narsam joyida. Radar, oxirgi radarlarimni ham to'lab olganman. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Bizda короче radar bo'lgan, endi unasisi shtrapcha bo'lgan, ha etda to'layman. Otam aytdi, o'g'lim to'ladilar. Hozir bir aka qo'shilaman, ha? Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi.